tinchlikmi? Kutib qolmadingmi? Yo'q, kutib qolmadim. Kech bo'lganda tinchlikmi o'rtoq? Og'ir vaziyatga tushib qoldim. Pul kerak. Nimaga o'zi o'rtoq? Qancha kerak? Nima bo'ldi o'zi? 8 ming. Iloji bo'lsa 10 ming. 10 ming? O'ylab gapiryapsanmi? Nima baloni boshlading ana sen bola? Qara, bitta yo'li bor. Mendan oshnam avtokredit. Menga pul bermayapti. Kafil topib kelsang pul beraman dedi. Kafilim bo'l ber. Kafil bo'lsang pul beraman dedi, lekin pul zarur. Yordaming kerak. O'rtoq bilasan, kafil bo'lib bersang, to'lamasang bo'ynimda qolib ketadi. 100% yopib boraman. Senga muammo bo'lmaydi. Menga yordam qilsang bo'ldi. Meni bilasan, ancha yildan beri tanishmiz. Ha, bo'ldi bo'lmasa, ertaga lokatsiya tashlab qo'y, borsak borib kelamiz, yordam qilsam yordam qilmayman-da o'rtog'im. Bilardim o'z yordam qilishingni. Bugun o'sha menda. Mana o'rtoq, pulni ham tushirib oldik. Seni yordaming tegdi. Sen bo'lsang nima qilarding? Men endi senga 1 oyda pulni qilib beraman. Ishing bitsa bo'ldi, o'rtoq, faqat o'sha kelishganimizda 1 oydan o'tib ketmasa bo'ldi. Menga ishon, 1 oyda yopib boraman. Senga yetib bormaydi. Rahmat senga. Bunaqada kelishdi o'rtoq. Ahmoq. Mana bu pulni ham to'layman. O'zing to'laysan endi.